kofirlarni bayramlarini nishonlashlik bu harom ekanligini aytishlik. Mana shu masala bizga eng asosiy muhim bo'lgan nuqtalardan. Dalillarimizni keltirishni boshlaymiz inshaalloh. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul ladina takhadu dinakum huzwan va la'iban minal ladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqulloha in kuntum mu'minin. Ey iymon keltirgan kishilar deb turib Alloh taolo mana iymon egalariga nido qilyapti. Sizlar diniylarni masxara, o'yin-kulgi qilib olgan yahud nasoralarni va hamda kofirlarni do'st qilib olmanglar deyapti. Yahud nasoralar, demak bular islom dinini o'yin-kulgi qilib oldi. Ya'ni mana shunday odamlarni siz do'st qilib olasizmi? Bunday odamlarni do'st qilib olishingiz sizga yarashmaydi. Alloh taolo qaytaryapti. Yangi yilni qilishingiz ularni do'st qilib olishingizdan hech qanday farqi yo'q. Qarang, mana yahud nasoralarni xosatan aytayapti. Demak bu nasoralarning bayrami. Undan tashqari boshqa kofirlarni do'st qilib olmanglar deyapti. Boshqa kofirlarni do'st qilib olmanglar degan oyatning mana shu joyi dalilki boshqa kofirlarda ham bayramini nishonlashingiz mumkin emas. Jumladan mana zardushlarni Navro'z bayrami. Mana shu bayramni ham nishonlashingiz mumkin emas. Alloh taolo mana shu oyatning davomida vattaqulloh, Allohdan taqvo qilinglar agar iymonda bo'ladigan bo'lsalaring. Va idza nadaytum ila solah ittakhaduha huzwa va la'iba. Agar idza nadaytum sizlar namozga azon aytadigan bo'lsalaring, uni masxara qilib oladi. Namozda masxara o'yin-kulgi qilib oladi. Ha, bular nima qiladi? Mana yotib turib, hech qanday bir foydasi yo'q, boshqa yo'q, u yo'q, bu yo'q deb turib, shunga o'xshagan so'zlarni ochiqchasi aytadi bu kofir bo'lgan kimsalar. Zalika bi annahum qawmun la yaqilun. Sababi bular aqli yo'q bo'lgan qavmlar. Aqli yo'q bularda. O'zlariga o'zlar qiladi. Hech qanday islomga zarari yo'q. Ibn Kasir rahimahulloh mana shu oyatning tafsirida aytadilarki, hada tanfirun min muvalati a'da'il islami va ahlihi minal kitabiyyin wal mushrikin allazina yattakhiduna afdala ma ya'maluhu al-amilun. Mana bu oyat deydi mana islom va hamda islom ahlini dushmanlari bo'lgan ahli kitoblar, yahud nasoralar, mushriklar mana shularni do'st qilib olishdan mana bu oyatda qaytarib bor deydi. Demak, mana shularni do'st qilib olmaslik o'zi pokiza islom shariatini hukmi hisoblanadi. Pokiza islom shariatini hukmi hisoblanadi. Har bir musulmon kishi ularni dinidagi biron bir shiorni ishlatmasligi kerak. Qani mana shu ma'nolarni Ibn Kasir rahimahulloh gapirgan. Ularni dinidagi asha shiorlar nima? Yangi yil shu jumladan mana. Yangi yil ham xuddi shu jumladan. Va yana Imom Qurtubiy rahimahulloh aytadilar. Nahahumullohu ayyattakhidul yahuda val mushrikina awliya. Alloh taolo mo'min bo'lgan kishilarni, yahudlarni, mushriklarni do'st qilib olishdan qaytardi. Va yana Alloh taolo mo'min bo'lgan kishilarga bildirib qo'ydi, bu yahudiylar, nasoralar, mushriklar musulmonlarni dinini o'yin-kulgi qilib oladi, masxara qilib tashlaydi. Demak, biz mana shularga qarshi kurashimiz kerak. Qani mana bu oyatda iloji boricha ularga qarshi turishlik, ularga qarshi qurol ko'tarishlikka targ'ib qilyapti-da, lekin siz ular bilan til yog'lamalik qilib turib ularni bayramini nishonlayman deb hali ham bayram deb yuribsiz. Hali ham ana shu teshik tog'oringizni ko'tarib yuribsiz-da, bunday aytganda. Demak, to'xtatish vaqti keldi. Bu yerda yana ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan ba'zi bir masalalar ham bor. Bu masalaki muvala masalasi deb aytiladi. Biz buni 3 asos kitobining sharhida aytib o'tganmiz. Muvala masalasi. Ya'ni kofirni do'st tutib qo'ymaslik kerak-da. Inson kofirni do'st tutib qo'ysa, o'zi ham ulardan bo'lib qoladi. Va man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Bu oyat yuqorida o'tdik biz. Yuqorida ham gapirdik. Ya'ni bu yerda ba'zida kichkina do'st tutish holati bo'ladi. Ba'zida katta do'st tutish holati bo'ladi. Kichkina do'st tutish holati shu bo'ladiki, inson kofir bo'lib ketmaydi xolos. Kofir bo'lib ketmaydi xolos. Lekin bu kichkina kofir bo'lmaydi xolos, lekin gunoh kabira bo'ladi. Mana yangi yil qilishlik bu u kofirlarga muvala deb aytiladi. Ya'ni ularga xuddi do'stona munosabatni zohir qilayotgandek bo'ladi-da. Ularga do'stona munosabatni zohir qilayotgandek bo'ladi. Inson mana shu holatda islom dinidan chiqib ketishiga ozgina qoladi. Agar Alloh saqlagan kishilar bo'lsa, ular mayli chiqmaydi mana shu holatda. Lekin Alloh saqlamasa shuni chiqib ketadi. Bo'ldi, ana shu kofirlarning bayramini xuddi ana shulardek qilib turib, va man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Sizlardan qaysi bir kishi ularni do'st tutadigan bo'lsa, kofirlar do'st tutadigan bo'lsa, ulardan farqi yo'q. Ulardan farqi yo'q deydi mana Alloh taolo. Demak, mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Biz hozir kichkinasini aytdik. Endi kattasi bo'lsa, islom dinidan tamomiy chiqarib tashlaydi. Kufrga tushiradi inson, murtad qilib tashlaydi. Mana shu holatda qalb bilan do'st tutish bor va fe'l bilan do'st tutish bor. Qalb bilan do'st tutishlik tamom ularni yaxshi ko'radi. Ularni yaxshi ko'rgan kishini ham yaxshi ko'radi. Yangi yil qiladiganlarni yaxshi ko'radi. Musulmonlarni yomon ko'radi. Yangi yildan
mana shunga o'xshagan kofirlarni bayramidan qaytarib yurgan insonlarni ham yomon ko'radi. Shu darajadagi odamlar bo'lib qoladi. Bu qalb ich-ichidan nima qilish? Tavalli, do'st tutish deb aytiladi. Yana bitta holat bor, fe'l bilan do'st tutiladi. Ya'ni bu degani, masalan, ba'zi odamlar bo'ladi, chiqib kofirlar tarafga o'tib islomga qarshi kurashadi. Bu toza kofir degani. Shak shubha bo'lishi mumkin emas. Undan tashqari bu yerda ulamolarning bir qancha so'zlarini zikr qilgan. Biz bularni zikr qilib o'tirmaymiz. Keyingi oyatga o'taveramiz.